Blackpink konsertiga borish necha pulga tushdi? Hayotimdagi eng qimmat konsert. Hozirgi kundagi eng mashhur ayollar K-pop guruhi Blackpink faoliyatini oxirgi yili. Shuning uchun bu konsertni o'tkazib yubora olmasdim. Oldindan plan tuzib, pul yig'ishni boshladim. Birinchi konsert biletini olib qo'ydim. Keyingi qadamlarimda motivatsiya bo'ldi. Konsert biletini olish qanchalik qiyinligini K-pop muxlislari yaxshi tushunadi. Planda O'zbekistonga yaqin va vizasiz variant Tailand edi. Ammo Tailanddagi konsert biletlari soniyalarda sotilib ketdi. Keyingi umid Jakarta, Indoneziya bo'ldi. Orada bir Ispaniya variantini ham o'yladim. Bahonada El Clasico'ga tushib kelarmidim. Xullas $211 bilet oldim. Bu tushgan konsertlarimda eng qimmati. Keyin aviabilet narxlari, mehmonxonalarni ko'rdim. Qarasam Jakartaga to'g'ri uchilmas ekan. Shunga Kuala Lumpurga borib, u yerdan 2 soatda Indoneziya poytaxtiga yetib oldim. Konsert kuni odam ko'p, har xil joydan kelgan blinklarni yig'ilganini ko'rib, xursand bo'ldim. Mazza, yana katta bannerlarda Blackpink rasmlari, fanatlar pushti qora bo'lib kiyim olgan. Blackpinkchi vibe edi. Shuncha odamni ko'rib million yilda kirilsa kerak. Rosa bardak bo'ladi deb o'yladim. Ammo jahon darajasidagi tashkilotchilik prosta wow. Konsert boshlanishidan 3-4 soat oldin bordik. Chunki probka bo'lishi tabiiy edi. Havo issiqligi uchun kirishda suv va yelpig'ichlarni tekinga berishdi. Mana shunaqa katta stadionda 70 ming odam yig'ilguncha blinklardan so'rovnoma o'tkazdim. Hamma xursand, atmosfera bomba edi. Qizlar ko'p kuttirishmadi. Blackpink muxlislari bilan salomlashib, konsert boshlandi. Bu noreal darajadagi konsert. Qizlarning ovozi hayotda yana ham zo'rroq edi. Kostyumlari, raqslar, salut. Mana bu haqiqiy konsert. 2 soatdan uzoqroq davom etgan konsert nihoyat tugadi. Chiqishda yana tekis tartib bilan chiqib ketildi. Umumiy hisobda mehmonxona, aviabilet va konsertga $1600 ketdi va bu shunga arziydi.